Mana o'sha anaqa nima deydi? Yandex chiqsiz degan opani mochkasi. Balonni ham dami kamayib qolibdi mana. Qanaqadir bakuvlar ham qo'yish kerak ekan. Yandex chiqsiz admin ahvolini do'stlar, shuni ko'rsanglar, bakuvlar sinib qoldi, opa. Bakuv bo'ling. Bas, так, какая elektromobil. Bas, yonida mana elektromobil va iqtisodiy mashinalar uchun zapchastlar bor ekan, просто tak. Assalomu alaykum bolalar, xorlaylar. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Bolalar, meni hadavoyim ozgina charchagan, menimcha amazatda ovoz chiqib qoldi-da. To'xtang, ko'zimizda siz ko'ryapsiz. Yandexda taksi qilgan xizmatmisiz? O'sha xizmat. Siz charchamayapsiz. O'sha xizmat. Rahmat. Sizga nima kerak edi hadavoyingizga qanaqa zarur? Amazatda, menimcha amazatdan ovoz chiqib qoldi-da. Assalomu alaykum Bekanjon kanal obunachilar. Toshkent Motors avtosalonining yon qismida mexanik uzdagi yangi avtosalonda zapchaslari, ya'ni bu yerda bir qancha avtomobil zapchaslari bor. Misol uchun elektromobil deysizlarmi, gibrid mashina deysizlarmi, GM mashinalar deysizlarmi, hammasiga zapchaslar bor ekan. Qani bu yerda kimlar bor ekan, nimalar qanaqa zapchaslar bor ekan, bir qator ko'rayotgan do'st bu Kazminker GM tomonlama hamma zapchaslari ham bu tomoni bor ekan. Bu yerda haligi Yandex qizoqlar shumi? Assalomu alaykum opa. Assalomu alaykum. Siz istoriyangizda ko'rib qoldim-da. Toshkent Motors oldida mexanik degan do'kon bor ekan, o'sha yerda qanaqadir hadyalar qilinayotgan. Shu haqida istoriyangizda ko'rdim-da. Shuning uchun sira orqadan yetib keldim. Shu yerda ekansizda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, mexanik do'konimizni Xudo xolisa Ramazon oyiga o'zini tuhfalarini, sovg'alarini qo'yishgan. Xo'p, bu sovg'alarga 50 ta подписчикingizga, sizni ham 50 ta odamga, 50 ta obunachingizga YouTube olib borasizmi? YouTube olib boramiz. Xo'p, YouTubedan 50 ta obunachingizga kommentariyaga kirib, eng ko'p do'stini belgilagan 50 ta obunachingiz mexanik uz do'koniga 26-sana kuni kelishsa, obuna bo'lgan bo'lish kerak. Bularniki ham bormi? Instagram profili bormi? Yo'q, anaqasi? Bor. Opaga obuna bo'lib qo'yinglar. Yandex yo'ldan toshganlar ko'p, lekin misol uchun opani o'zini Yandex taklifida juda xavfli qulayliklar bor ekan. Opada ham bemalol barcha ma'lumotlarni ko'rib borsanglar ham ularni ko'p joylarni kuzatdim, lekin eng arzon narxlardagi eng zo'r narxlari opani, ya'ni Yandex qilgan profilda ham ko'rsanglar bo'lar ekan. Yandex blok bo'lib qoladigan bo'lsa, opaga aloqa qilsalar imkon qadar ochilishiga ham yordam beradi. Eng yaxshi taksi parklarni ham bilib olishinglar mumkin. 26-sana kuni kelib g'oliblar bemalol 50 ta odamga hadavoy qismiga xohlagan zapchasini olib ketsa bo'ladi. Faqat bitta donadan kimgadir amortizator ikkita oldi ketib qolgan bo'lsa, ikkita oldini alishtirib berishar ekan. Kimnidir pachimniga ketib qolgan bo'lishi mumkin, kimnidir kolodkasi ketib qolgan bo'lishi mumkin. Kelishsa ko'rsatishadi. Faqat endi buchi taksida yurgan, umuman qiynalib, ro'zg'ordan orttira olmasdan, mana shunaqa yurganlarga Ramazon oyiga hadya-da bu. Shunaqa odamlar bo'lsa, bemalol mexanik uz avtosalon zapchas do'konga kelasizlar, sizlarni bolalar kutib olishadi. Qolgan ma'lumotlarni bolalarning o'zidan bemalol olsanglar bo'ladi. Mexanik Instagram sahifasiga obuna bo'lib qo'yinglar. O'zlariga xohlagancha bo'lgan do'stlarni atmetkaga belgilab kelsanglar bo'ladi. Xudo xolasa bu sovg'alarni opani o'zi 26-kuni, ya'ni chorshanba kuni bo'ladi, kelib tarqatadi. Hozirroq obuna bo'lib qo'yinglar va do'stlarni belgilaylar. Biz mashinalar zapchasi haqida ma'lumotlar berib o'tishni boshladik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ukamni ham поддержка qilinglar. Charchamanglar. Xullas, bu yerda zapchaslar ko'chaga nisbatan ancha arzon ekan. Bir qanchada zapchaslar haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Misol uchun, bu yerda dinamizmlarni, starter ham ko'radigan bo'lsalar, anaqa original ekan. Ba'zigilar xitoylar bor-ku, uncha biroqroq. Bunaqalarda masalan, chunki o'zim ustoxonada oldin shogird bo'lib yurganman. Ko'p zapchaslarni tushsa bo'ladi. Eskicha ko'payotgan bo'lsalar, mana tikko'da anaqa krishkalarni topish qiyin-da. Misol uchun, bu yerga kelasizlar, Toshkent Motors'da oldida Toshkent Motors avtosalonining yon qismida joylashtirilgan, zakasasini ham aytib qo'yamiz. Tashqari chiqqanda Hyundai avtosalon ko'parasi, bu yoqdan zelgi mashina odam bo'lsa, bu yerda Xumarim bo'lsa, o'rtada joylashtirilgan. Parkovkadan muammo emas do'stlar. Bu yerda anaqa amazatr desam, xudo xolasa do'stlar, 26-kuni agar Toshkent Motors'ni agar boshqatdan nima bo'ldi? Bekanjon kanalda aloqa chiqsanglar, mana shuni arzon narxda xaridsanglar bo'ladi. Eng qizig'i, mexanik uz Instagram sahifasiga obuna bo'lib qolib, hamda Bekanjon sahifasiga obuna bo'lsanglar, u yerda eng yaqin do'stlaringizni tagiga belgilab kelsanglar, ushbu amortizatorni ham komplekt holatda, ya'ni ikkita oldini xohlasangiz yoki ikkita orqani tekinga olishingiz mumkin bo'ladi. Bunaqasi ancha-muncha avtosalonda oldi zapchas do'konlarida yo'q. Misol uchun hozirgi kunda jaklari ham juda ham ko'p. BYD desam, boshqa mashina desam, hammasini bu yerda barcha qismlarni ham topsak bo'ladi. Misol uchun
ko'rayotgan bo'lsangiz bamperlar turibdi, tepa qismida radiatorlar turibdi. Hozir elektromobillarga ham radiatorlar albatta kerak bo'ladi. Radiator kerak bo'lmagan mashinani o'zi yo'q. Voy do'd, mana tik do'stlar, tikolar kamayib ketyapti zapchasi. Chunki tikodan kam qolyapti sizlar. Tikodi ham zapchasi bor do'stlar. Tikodi zapchasidan deysizlarmi yoki Inamarkasidan hamma zapchalar topsa bo'ladi. Narxlar juda ham arzon. Bekanjondan desalar, ya'ni ekranda ko'ringlar ham qo'ng'iroqlar arzondan ham arzon narxlar qilib beradi, xudo xolasa. Hop, akalar aytdi, nimalar bor yana? Manaqa narsalar ham bor ekan. O, plus hamma narsa bor. Aka, yana qanaqa mashinalar zapchasi bor ekan deb aylanib turasiz. Tanishimizga просто tak ketyapti. Amayda qanaqadir joylarda jakda anaqalar ko'p qoldi. Agar ko'ringlar ko'rsatamiz. Plus hamma narsa bor. Kiloga ham tortib beramizmi? Aka zapchasilar albatta hozir. Mayda ko'rayotgan bo'lsangiz anaqa narsalar ham bor. Qaysi mashinalikni hozir to'g'risi bilmayman. Mana jak mashina olgan bo'lsangiz, urib olsanglar, jakda menimcha M4 bo'lsa kerak bu. Jak M4 ham anaqa zapchalarni topsak bo'ladi. Agar sizlarga kuzov jihatdan deydigan bo'lsalar, albatta GM mashinalarining kuzovlari ham bu yerda bor ekan. Aka, bu qaysi mashinaniki? Ular kuzovlari ham bor ekan. Spark bo'lsa kerak, menimcha meni eshigim tusharmikan, Sparkmiki? Ha, Sparkni eshigi ekan bu. Ular Spark eshigi ekan, topsanglar bo'ladi. Kapot ham bor ekan. Ular hamma narsa, bamperlari bor ekan, aytdi. Katta mashinalar bor, ularda ham anaqa orqa stoplari ham bor ekan. Ular qanaqa zapchasi kerak bo'lsa, hozirroq ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qiling va shu zapchalarni olsanglar bo'ladi. Qarang, anaqa plastmassalar ham bor ekanda. Bu to'g'ri, bu katta mashinalarga bo'lishi mumkin, GM mashinalariga ham albatta bor. Keyin jakda boshqa eskicha rusumligi bor-ku, jakda eskicha rusumligini zapchasi ham albatta bor do'stlar. Mana abisovka deysizlarmi, mayda faralar deysizlarmi, xullas hamma narsasi albatta bor. Uni alohida kadrlarda ham ko'rsatib o'tamiz. Mana mayda qanaqadir mashina yomon katta ekan, kapoti ham bor ekan. Bitta shumka qildirib olsanglar bo'ladi. Ayniqsa jaklarda tosh tegadi. Yurtimizda toshlar ko'p. Bu yerda esa laboylar ham bor ekan. Laboyda ham xillari bor ekan. Chetlardagi rezinkalarni ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Baquvvatroq ekanda, ancha-muncha mashinaga chidamliroq. Ular filtr deysizlarmi? Mana katta filtrlar, pechkani qaranglar. Bu vozdухный filtr. Matizlik ekan. Desam jak M3 vozdухный filtri. Vozdухный filtr portlab ketishi mumkin. Switch apparat ishkal bo'lgan holatda. Jak M3 vozdухный filtri. Orqa tomon asosan jak mashinalar, masalan, karterlar turibdi, kardanlar turibdi, hamma zapchasi bor. Lekin bunaqa havo filtri mashinalarni aylanib yurishinglar to'g'ri keladi. Masalan, sizga mashina bozoriga tushsanglar, hali u yoqqa, hali bu yoqqa yurishinglar to'g'ri keladi. Masalan, jakniki boshqa joyda, GM-niki boshqa joyda, Inamarkaniki boshqa joyda. Bu yerda mexanik o'ziga obuna bo'lib qoladi. Telefon qilib dastavkasidan ham qilib berishadi. Anaqa havo filtrlari ham ular yuk mashinami, katta mashinami, hamma narsasini bitta joydan to'xtab olsanglar bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, manaqa joyda Dongfenglarda ham, Dongfeng gibridlar ham ko'payib qoldi. Hozirgi kunda benzinliklari ham bor. Ularga ham havo filtrlari mavjud ekan do'stlar. O'zimizning GM mashinalariga esa juda ham ko'p. Xohlagan joydan olsalar bo'ladi, lekin narxiga qaraganda bu yerdagi arzon, bu ham jakniki ekan. Ular jak mashina ko'payapti, lekin hamma zapchalar albatta topsak bo'ladi. Amanzatlari ham qaranglar, amanzatini ishlash ko'ramiz. Bu ham jak M3, jak M4 bo'lgan avtomobillarga tushadi ekan. To'g'risi orqa tomon jak butbet, jak tomon ekan, nari tomon GM tomoni bo'lsa bo'ladi ekan. Amanzatlarda mana voy og'ir ekan, Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, amanzator jak T6. Ch6 mashina komplekt turishni ham xarid qilib olsanglar bo'ladi ekan. Degan og'ir ekan. Xo'p, bu yerda mexanik uz degan jaklar JS6, xullas korzinka perodok, bunaqa galotkalar, xullas hamma narsasini topsanglar bo'ladi. Bunaqa ishni qaranglar, mahalliylarni ishlarni. Bular qarang ham aynan shu mashinani misol uchun zapchasi buzilib qolsa, VIN nomer orqali olib kelamiz. U qilish kerak, bu qilish kerak degan narsa bo'lmaydi. Kelasizlar, perodok bo'lsa perodok, korzinka bo'lsa kalba, xullas hamma narsasi bo'lsa bemalol xarid qilishinglar mumkin bo'ladi. Mayda prokladka deysizlarmi, salni deysizlarmi, har bittasidan albatta bor. Demak, Spark misol uchun ba'zi do'konga kirsanglar, qattiq-qattiqni istab yuradi. Shunday kirasizlar, Spark oldi salni, nech pul ekan, ochib kelsalar bo'laveradi. Yoki Nexa'niki, plus mana, plus hamma narsasini qilsalar bo'ladi. Hamma narsasini, misol uchun men Lacetti oldi salni ekan, boshqa joyga kirsanglar, istab qolishi mumkin bo'ladi. Keyin mashinani zapchaslari GM tomonidan ko'rayotgan bo'lsangiz, hatto Nexa'nikini o'zini original orqa stol farasi, Nexia 3 tiki, Cobalt tiki, hamma faralari ham albatta bor. Xudo xolasa, Bekanjon kanalidan aloqaga chiqsanglar, mashinaning narxini ham avtosalonda ham ko'rsatamiz. Mashina narxi ham anchagina arzon, lekin zapchasalari ham anchagina arzon. Bu esa Gentrali tumankalari hamda Lacetti Gentralarida orqa stoplari ham albatta bor. Bizni uzoqlashmanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin
Ha, faqat endi mashinalarda emas, zapchasani ham imkon qadar reklama qilsak bo'ladi. Xitoy mashinalarini minaman deganlarga Xitoy zapchasalari ham albatta topsak bo'ladi. Bizni uzoqlashmay kanalga obuna bo'lib, like bosib esdan chiqmasin. Biz videoni to'xtatamiz.